Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Yusuf alayhissalomning zindondan chiqishi. Podshoh bir tush ko'rib tashvishga tushdi. U butun eldagi palchilarni va mashhur zotlarni o'rniga chaqirib, ko'rgan tushiga ta'bir berishini talab qildi. Podshoh ularga: "Men haqiqatan tushimda 7 o'riq kalning 7 semiz kalini yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 o'riq bashaqni ko'ribdiman" deb ulardan bu tushga ta'bir berishni talab qildi. Palchilar podshohning ko'rgan tushiga bir nima deb ta'bir berishga amalsiz qilib, bu xiyoli tuyg'u va bosh oyog'i yo'q betayin tush ekan. Buningga ta'bir berishga amalsizmiz deyishdi. O'rtada podshoh soqiylik qilib davlat ko'rib yurgan hiliqam mulozim podshohning tushiga ta'bir izlayotganligini anglab, darhol zindonda uning tushiga ta'bir beradigan Yusuf alayhissalomni yodiga oldi. Soqiy podshohga dedi: "Ulug' shoyim, zindonda ajoyib fazilatli bir yigit bor. Uning bilimi cho'nqur, aql parosati ziyoda. U o'zining o'tkir mingisi bilan ishlarni oldin bilalaydi. Agar o tushlarga ta'bir berishga keltirilsa, ko'p o'ylanmayli kishi rozi va qoyil bo'g'idek ta'bir etishi mumkin. Agar janobi oliylari meni uning qishig'i avatsilar, cho'qim o'zlariga ishonchli xabar elib kelalayman." Podshohning soqiysi ilgari o'zi azob kulpat chekkan zindoniga keldi. U Yusuf alayhissalomning zindonda burunqidek azob chekayotgan bo'lsa-mu, ammo Allohga ixlosmandlik bilan e'tiqod qilayotganligini ko'rdi. U Yusuf alayhissalomga dedi: "Ey do'stim Yusuf, men bu yerga sendan bu qiyin sharoitdan qutulib baxtsizlik xotimi berishingni umid qilib keldim. Qani menga aytqina, 7 o'riq kalining 7 semiz kalini yeb ketishi nimani bildiradi? 7 yeshil bashaq bilan 7 o'riq bashaq nimadan derak beradi? O'z aql idrogingga tayanib, bu masalalarga javob berishingni tilayman. Mushundaq bo'lsa, kishilar sening iltifotingdan va mo'l cho'nqur bilimingdan xabar topadi." Yusuf alayhissalom tushga ta'bir berguvchi zot bo'pli qolmasdan, balki Allohning bu dunyoga kishilarni yetaklash uchun avatgan elchisi edi. U hech qanday fursatni qo'ldan bermay, Allohning amrini ijro qiladi. Buningdan bir necha yil ilgari Soqiy bilan Navoiy ko'rgan tushlarga ta'bir so'raganda, u fursatdan foydalanib Allohga e'tiqod qilishdan iborat aqidasini oshkorlab, butqa cho'qinishdagi qabih qilmishni ayblagan va masxir qilgan edi. Bugun podshoh uni odam evatib, tushiga ta'bir berishga chaqirtibdi. U qanday ta'bir berish lozimligini biladi. U faqat tushga ta'bir berib qolmay, mushu fursatda kishilarni ogohlantirish uchun o'z fikrini qo'shib so'zlamoqchi bo'ldi. U mundaq dedi: "Sizlarda 7 yilgacha havo yaxshi bo'ladi ekan. Bu yillarda yerlaringlar munbat, ochliqinglar mo'l bo'lib, kuninglar bayashat o'tadi ekan. Lekin orqadinlar 7 yil qahatchilik bo'ladi ekan. Havo quruq guldirlab yomg'ir yog'maydi ekan. Nil daryosimi sizlarga yordam berolmaydi ekan. Yerlaringlarda hech nima unmay oqqoladi ekan. Bu sizlarning hayotinglardagi eng og'ir qahatchilik bo'lib hisoblanadi. Bu ofat o'tib ketgandan keyin yana to'qchilik bo'ladi ekan. Ahvolda yaxshilanish bo'lib ofatdan qutuldi ekansizlar. Xarob bo'lgan hamma narsa yana o'ngshiladi ekan. Zimin sexiylik bilan sizlarga ochliq, zaytun, zig'ir yetkazib beradi ekan. Bayashat ham to'qchilikdan bahramon bo'ladi ekansizlar. Bu mening podshohning tushiga beradigan ta'birim. Bu menga egam Allohdan kelgan bishorat. Agar sizlar so'zimga ishonadigan bo'lsanglar, mo'l hosil yillari elingan ochliqlardan yeyishga qoldirgandan boshqasini butunlay ochliq omborlarga qochilanglar va oilanglarda saqlanglar. Chirib ketishining oldini olish uchun ochliqni bashaqlar bilan saqlanglar. Mushunda qilsanglar, bu qahatchilik yillardan omon-eson o'tib ketalaysizlar." Podshoh Yusuf alayhissalomning bergan ta'birdan xabar topgandan keyin uning fikri va takliflariga nihoyat e'tibor bilan qaradi. Podshoh o'zi tushiga ta'bir berguvchining cho'qim mingisi zerak, fikri o'tkir bir kishi ekanligini bilib, uning fikri va bilimlaridan foydali narsalarga erishish uchun uni o'z huzuriga chaqirtmoqchi bo'ldi. Podshohning elchisi Yusuf alayhissalom bilan ko'rishdi.
U mundaq dedi: "Ey Yusuf, padişah seni öz huzuriga chaqirib, sen bilan yüz durani so'zlashmoqchi bo'ldi. Padişahning ko'rgan tushiga bergan ta'birlaring padişahga bilimingning mo'l, nazar doirangning keng ekanligini his qildirdi. Ko'rsatgan ta'birlaringdan padişah sening mingangning o'tkir, zerak ekanligingni bilib oldi. Mana endi martabang oshadigan, omading kelib qorong'u zindondan qutuladigan vaqting keldi." Yusuf alayhissalom Allohning esil elchisi edi. Alloh taolo uningga sabr toqatlik, keng qo'saq bo'lishni o'rgatgan edi. U ozod bo'lishga shuncha talpinsimi, lekin kelgan elchining talabiga darmahal ma'qul bo'lmadi. U qorong'u zindonda bir qancha yilni o'tkazgan edi. U bakmu zerikkan edi. Qayg'uratdi va azoblanadi. Chunki u shu mezgillarda quyoshni, oyni, osmonda chaqnab turadigan yulduzlarni ko'rmagan edi. U bir qancha yil ichida uning yegan qattiq quruq nonlari va ichgan sisiq suvlardan texmi so'z ochqili bo'lmaydi. Uning put-qo'liga eg'ir zanjir kishan selingan edi. U toshni taki qilib, shexil to'kilgan yer ustida yotadi. Uningga uvol qilingan edi. Lekin u bundoq azoblanishlarni, e'tiqodini kuchaytirish va qalbini poklaştirishning yaxshi fursati deb qaradi. Yusuf alayhissalom alayda kechirim va shafqat qilinish nomi bilan zindondan chiqishni xohlamag'achqa, padişahning elchisiga mundaq dedi: "Padişahga berib aytqinki, men uningdan meni mushundaq nohaq azob kulfatga uchratgan ayolni tekshirib ko'rishni va men zindondan chiqib ketish oldida ahvolni aniqlab, gunohsiz ekanligimni xaloyiqqa ochiq oshkora jakolishini talab qilaman." Yusuf alayhissalomning masalasi padişahni bag'mo bearam qiladi. Ayol masalasining tilga ilinganligi uni texmo parishon qildi. U Yusuf alayhissalomning ishi ustida qayta fikr yurgizdi. Aslida padişah zindonga tashlangan bu kishini e'tiborga olg'uvchiligi yo'q bir yosh, uni bugun chaqirtib uning qobiliyati, bilimi va iqtidorini ko'rib boqaman deb o'ylagan edi. Amdilikda u aslida noaniq bo'lgan bir ishni padişahning oldiga qo'ydi. Bu ishni tekshirib ko'rishga to'g'ri keladi. Padişah ayollarni o'rniga chaqirtib gapni ochiqlik qo'yib: "Ilgari sizlar Yusufni ozdirgan ekansizlar, endi nima deysizlar?" deb so'radi. Ayollar inkor qilishga petinolmay iqror qildi. Ayollar mundaq dedi: "Azbiroy Xudo, biz Yusufning bir yomon ish bilan shug'ullanganligini bilmaymiz. Faqat uning oliyjanob, sadoqatman va pok yigit ekanligini bilamiz. Uning yurish-turishi va axloqiga gap sig'maydi." Kunlarning o'tishi bilan chochlari oqargan Zulayxa iqro qilib mundaq dedi: "Hozir hamma ish xalqi olam oldida oshkor bo'ldi. Men uni ozdirishga uringanligimga iqroman. U ilgari chiroyli, kelishgan yigit edi. Siyoqi ko'z oldimdan ketmaydi. Men o'zimni bosolmaydim. Men uningga talab qo'ysam, u meni rad qildi. U Allohga qat'iy e'tiqod qildi. Erimga samimiy sodiq bo'ldi. Men hozir shundoq aytamanki, u men ko'rgan eng pok, eng oq ko'ngil odam. Zindonda u har xil azob oqibatga giribtor qilganman. Bugun men xalq olam oldida, podshoh va xaloyiq oldida shundoq aytamanki, zindonda yetayotgan Yusufning bir savallligi yoki gumonliq joylarining borlig'ini bilmayman. Ilgari men mushu ayollarga uni ozdirishga uringanligimni, uning mening talabimni rad qilganligini aytgan edim. Hozirmi shundoq aytaman. Men uni ozdirgan, u rad qilgan. Bu aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hiylesini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Sura Yusuf 52-oyat. Yusuf alayhissalomning Misrga vazir bo'lishi. Zulayxaning iqrori Yusuf alayhissalomning pok, gunohsiz ekanligini isbotladi. Xuddi podshohning soqisi aytgandek, uning zindondagi so'z harakatlari uning bilimining cho'nqir ekanligini, shundaqli kamtar, kang qo'saq ekanligini isbotladi. Podshohning u to'g'riliq pam-farosatlik, ishlarni bartaraf qilishda atrofliq deb anglaganlarni isbotlandi. Yusuf alayhissalomning yuksak fazilati va hurmatga sazovor xislati podshohni uni o'zining ishonchli kishilaridan qilish, o'z yanida qoldirish,
Onun naq tatqan riyazatlarının o'rnini to'ldirish irodasiga keltirdi. Yusuf alayhissalom podshohning oldiga keldi. Podshoh uning bilan bir qur so'zlashib bo'lgandan keyin darvaqa uning ismi jismiga loyiq fikr qilishda pishib yetishgan o'tkir iqtidorli kishi ekanligini bildi. Podshoh mundaq dedi: "Ey Yusuf, sening oliyjanob fazilating, kishilarda qoldirgan yaxshi ta'sirlaring, kishilarning hurmatiga sazovor o'tmishing, ajoyib aql idroklaring mening nazarimda sening qimmating va o'rningni zo'r darajada yuqori ko'tardi. Bugundan boshlab sen mening e'tiborli vazirim. Sen davlatga baxt keltirish uchun yangilik yaratgan. Sen qilmoqchi bo'lgan ishlaringni qilishga huquqlisan." Yusuf alayhissalom bu davlatda to'qchilik va qahatchilik bo'ladiganligini biladi. To'qchilik yillarida Nil daryosi kishilarga mo'l suv manbasi va yaxshilik elib keladi. Qahatchilik yillarida uning aksicha bo'ladi. Fuqarolarning ishlarini boshqaradigan har qanday kishi davlat xazinasini obdan boshqarish kerak edi. Xazina davlatning tuvruki. Har qanday ishni yaxshi yo'lga qo'yishning asosi edi. Shunga Yusuf alayhissalom bu oshqishliq vazifani ustiga elib, davlatdan iborat bu cho'ng kemini gullangan bayashat qirg'oqqa yetkazishni xohlaydi. U podshohga mundaq dedi: "Agar siz meni millatimizga javobgar bo'lib, davlatning cho'ng ishlarini planlasin desangiz, men sizdan meni xazina boshqarishga va moliya ishlari bosh vazirligiga tayinlashingizni so'rayman. Alloh taolo xolisa, mayli jafoliq kunlar yoki gullanish davri bo'lsin va mayli to'qchilik yillar va yoki qahatchilik yillar bo'lsin, davlatning hamma sohadagi ishlari kafolatga ega bo'ladi. Hashpashligicha Alloh taolo o'tmishdagi mahbusni va kishilar tarafidan xo'rlangan bu yoshni cho'ng martabaga ega e'tiborli vazir va hamma kishi itoat qiladigan obro'li katta zot qildi. Bu Allohning xohlagan kishilarga berilgan iltifoti edi. Faqat Allohning o'zila mushundaq kuch-qudratga ega. Yusuf alayhissalomning Misrda hokimiyat yurgizganiga 7 yil bo'ldi. Bu jarayonda havo yaxshi bo'ldi. Nil daryosida suv alvak bo'ldi. Ziroatlar o'xshab, ochliq mo'l bo'ldi. Kishilarning turmushi nihoyatda bayashat o'tdi. Yusuf alayhissalom kallasi sagak, zerak va yaramliq yosh vazir edi. U nurg'un ochliq ombar yasitib, bu ombarlarga nihoyat ko'p ochliq ham pul mollarni qochildi. Bundaq bo'lganda 7 yilgacha uda ofat yuz bersimi, xalq omon-eson tura oladi. Ocharchilik ko'rilmaydi. Misrda va qo'shni allarda qurg'oqchilik ofati yuz berib, ofat Yaqub alayhissalom turishlik Kanon rayonigacha yamirdi. Shu chaqda Yusuf alayhissalomning nomi Misrning ichi va teshidagi har bir bulung qushqoqlarga yetib borgan edi. Kishilar bas-bas bilan bir-biriga Misrda oliyjanob bir yosh vazir bor ekan, u allaburun qahatchilikka ham qurg'oqchilikqa taqobil turishning tayyorligini ko'rib qo'yibdi ekan, u har qanday mamlakatning xalqini tang ko'rdi ekan, ularni kamsitmaydi ekan, u hozir ochliq va pul mollarni odillik bilan taqsim qilib yetibdi deb xush xabar yetkazishdi. Yaqub alayhissalom o'g'illariga: "Bolalarim, bizning bu yerda qurg'oqchilik bo'ldi. Sizlar darhol ot uloq, to'gilarni jabdob, hamma odam gapini qilayotgan, Misrdagi olamga donqi ketgan bosh vazirning huzuriga beringlar. Biroq sizlar Bunyaminni qishimga qoldiringlar. Sizlar ketganda uning bilan ko'nglimni tasalli topqizaman. Xotirjam meninglar. Sizlar qaytib kelganda biz yana jam bo'lamiz. Sizlarni Allohga topshirdim. Sizlarni Alloh taolo o'zi bir yo'lga sog'ay", dedi. Orada xizmatchilar kirib Yusuf alayhissalomga mundaq xabar yetkazdi: "Talada bir-biriga o'xshib ketadigan 10 kishi qoldi. Ular uzoydin oq ko'ngil erlardek qoladi. Talabbuzi va hol ahvoldan qaraganda ular urug' tuqqan do'st birodarlarini izlab kelgan sahrolikda qilishidi. Hozir ular orda darvozasida siz bilan ko'rishni talab qilib turdi." Yusuf alayhissalom ijozat qildi. Ular ordaga kirgandan keyin Yusuf alayhissalom ularni ko'ribla qarindoshlar ekanligini tanidi. Ulardan ayrilganiga ko'p yillar bo'lgan bo'lsa-mu, ularning chiroylarida ancha ko'p o'zgarish bo'lmagan edi. Uni o'ltirishni birlikda planlagan, kechalari uni uyqusiz qo'ygan, oxir berib dadisidan ayrilishga
va xilma-xil azob kulpat chekishga majbur qilganlar ana shular edi. Amdilikda ular uning oldiga kelishgan edi. Alloh taolo hamma nimani qayta bir yerda qilishga qodirdir. Yusuf alayhissalom ularni tanidi. Lekin ular Yusuf alayhissalomni taniyolmadi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlangandan keyin o'ldimi, yovvoyi hayvonlar yeb ketdimi yoki qul o'rnida setib etildimi, bu ularga noma'lum edi. Ular ko'z oldidagi obro'yliq, nurg'un xizmatkorlarga ega bosh vazirning dal o'zlarining inisi ekanligini fahmi qilolmadi. Yusuf alayhissalom chechan, keskin, qoida yo'sulliq, salmoq ham savrlik edi. U ularga o'zining nomi ham sezgirashlarini ochiq etmadi. Balki ularning ichki sirini va o'ziga noma'lum bo'lgan ahvolni pam bilan uqmoqchi bo'ldi. Yusuf alayhissalom ularni qizg'in, samimiy kutib olib, yaxshi uylarga o'rlashtirdi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirtib kirib mundoq dedi: "Men sizlarni samimiy kutib oldim. Ahvolinglarni bir qur uqib beqishim kerak. Sizlar zodi qandoq odamlar? Bu yerga nima qilib keldinglar? Sizlarning soninglardan masala bada qiladi. Men sizlarning xo'jayininglar tarafidan ahvol tang-tanglashga evatilgan ayg'oqchilarmikin deb gumonlanaman. Meni gumondan xoli qilish uchun qani qaysinglar o'rninglardan dasturib, haqiqiy ahvolni aniq so'zlab bersizlar." Taqsir dedi ular. Biz okuka 12 aylan Allohning elchisi, payg'ambarning avlodlari bo'lamiz. Hozir hazratlarining oldida turg'ini 12 aylanning 10'i. 12-sini dadimizdan xabar elishga qoldirdik. 11-si g'oyib bo'lib ketgan. Uning Allohning dargohiga ketganligi yoki bu dunyoda hayot ekanligi bizga noma'lum. Bizning haqiqiy ahvolimiz mana shu. Aytganinglar rost bo'lishi mumkin, dedi Yusuf alayhissalom. Lekin kishini ishontirish uchun eng yaxshisi dalil ko'rsatinglar yoki shohid hozirlanglar. Taqsir dedi ular. Biz yaqi yurtliq, urug' tuqqan avlodimiz yiroqda. Bu yerda biz talabingizni bajo keltirishga amalsizmiz. Sizdan bizga boshqa bir chiqish yo'li berishingizni tilaymiz. Men sizlarning safaringlarga yetarli narsa va oziqlik tayyorlab qo'ydim, dedi Yusuf alayhissalom ularga. Sizlar o'z so'zinglarning rostligini isbotlash uchun qaytib berib, dadanglarning yanada qoldirib qo'ygan ininglarni bu yerga shohid bo'lishga olib kelinglar. Agar qilgan so'zinglar rost bo'lib chiqsa, men sizlarni texmi obdan kutib olaman. Texmi ko'p ochlik beraman. Bu mening sizlarga qo'ygan shartim. Shundaqli va'dam. Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan ochliqim yo'q. Mening yenimga yaqin yo'limanglar, dedi. Sura Yusuf 60-oyat. Taqsir dedi ular. Bizningcha dadimiz uni avatmasligi mumkin. Dadimiz uningdan ayrilishga chidamaydi. Biz bir iloj qilib, tushuntirib dadimizni unutayli. Bizga ijozat bersizlar, mengib olayli. Yusuf alayhissalom xizmatkorlarini ularga yetarli oshliq tayyorlab berishga hamda ularning setish uchun elib kelgan mol va oltin ko'mishlarini ularga uqtirmasdan yuk taqilari ichiga tiqib qo'yishga buyurdi. Aka-uka 10 aylan bu bosh vazirdan olgan yaxshi ta'sirotlarini ko'ngliga pukib, Misrdan o'z davlatiga qaytdi. Yaqub alayhissalom o'g'illarining qaytib kelganligini ko'rib, ulardan ba'zi ahvollarni surishti qildi. Ular javob berib dedi: "Ey dada, biz ulug' bir zot bilan, oliyjanob bir yosh vazir bilan uchrashdik. U kishi bizga mehr shafqat qildi. Bizni samimiy kutib oldi. Bizga aziz mehmoni sifatida muomala qildi. Texi bizga yetarli ochliqmi berdi. Biroq u bizning haqiqiy ahvolimizni o'qish uchun inimizni uning oldiga elib kelishimizni shart qilib qo'ydi. Bu shartga ko'nmasak, bundan keyin bizga ochliq setib bermaydigan bo'ldi. Chunki u bizning uning huzuriga berishdagi maqsadimizni sap emas deb gumonlandi. Ata ochliqimiz tugaydi. Hozir biz ochliqqa jiddiy ehtiyojliq. Shunga inimizni biz bilan birga berishga ijozat qilgaysiz. Inimiz bizning ochliqqa erishishimizga yordam bera oladi. Men ininglarning qishimdan ayrilishiga hargiz ruxsat qilmayman, dedi Yaqub alayhissalom o'g'illariga. Sizlar uni elib ketsanglar, xotirjam bo'lolmayman. Ayni chaqda uning akisini elib ketishinglarga ma'qul bo'lgandek, endi uni sizlarga qo'shib qo'yishga qandoqmi ko'nglim tinsin? Bo'ldi. Menga hili ishlatmanglar. Qolgan askarlarning dardini yetarlik tatdim. Ular yuk taqalarini tekshirib,
uning ichiga tiqib qo'yilgan oltin kumushlarni topdi-da, xushal bo'lishib dadasining oldiga kelib deyishdi. Ey dada, biz rostilla kang qo'saq mard vazirga yo'l qildik. Biz zodi kazzoblik qilayotganimiz yo'q. İnimizni biz bilan birga berishga avatishni talab qilganligimiz, qandoqdir sizni aldash uchun ishlatgan hilimi emas. Mana bu qaytirib kelgan mollar shu bosh vazirning mard, sexiy kishi ekanligining dalili. İnimiz biz bilan birga bo'lsin. Biz uni obdan qo'g'dashga qasamiyat qilamiz. Yaqub alayhissalom haqiqatan o'zlarining ochliqqa muhtoj ekanligini, bu qitim ularda o'zini aldaydigandek alomat ko'rilmaganligini, yana kelib ularning enisini elib berishi bosh vazirning qo'ygan shart ekanligini, bosh vazirning fikriga ularning xiloflik qilmaydiganligini o'ylab, oxir ularning talabiga ma'qul bo'ldi va ular bilan birga falokatchilikka hammaylan tang duch kelmaslar, Bunyaminni cho'qim salomat ilib kelish to'g'risida putishdi. Ular Alloh taolo bizning so'zimizga guvohdir deb qasamiyat qilishdi. Sura Yusuf 66-oyatning oxiri. Ular daryo iqinlarni kezib, tog' davollarni eshib, Udul Yusuf alayhissalom turishlik joyiga qarab ravon bo'ldi. O'z qarindoshlarini ko'rgan Yusuf alayhissalomning qalbida seg'inish va mehribonlik urg'ib turayotgan bo'lsa-mu, lekin o'zini kuchab besib oldi. Ularni mehmonxonaga boshlab, har qaysini ayrim-ayrim o'ltirg'izib dasturxon soldi. Bunyamin o'zi ayrim bir chetda o'ltirdi. U yig'lab turib, agar akam Yusuf hayot bo'lgan bo'lsa, men bilan birga o'ltirgan bo'lardi, dedi. Bu chaqda Yusuf alayhissalom Bunyaminni o'zi bilan birga o'ltirishga chaqirdi va ularga: "Sizlar ikkidan o'ltiribsizlar. U yolg'iz qoldi. Men bilan birga o'ltirsin", dedi. Bunyamin Yusuf alayhissalomning oldiga keldi. Yusuf alayhissalom uningga: "Men o'lib ketgan akangning o'rniga aka bo'lsam, ma'qul demsan?" dedi pichirlab. "Sizdek bundaq yuqori martabali kishini kim o'ziga aka qila olsin? Uning ustiga siz Yaqub alayhissalom bilan Rohilaning farzandi emas", dedi Bunyamin. Bu gapni anglab Yusuf alayhissalomning ko'ngli buzilib yig'lab ketdi. U o'rnidan turib Bunyaminni mahkam quchoqladi va uningga past ovoz bilan shundoq dedi: "Sening izlamoqchi bo'lgan akang manaman. Men bu akalarimning xilma-xil suiqasdlarga uchirgan, ularning kasofatida nurg'un peshkanlikka va baxtsizlikka duch kelib, tortmagan azob oqibatlarim qolmagan bo'lsa-mu, lekin men ularga bardoshlik bera oldim. Alloh taolo meni jafodan halovatga, kambag'allikdan boyliqqa, oddiy puhrolikdan yuqori martabaga erishtirdi. Sen buni ularga aytmag'in." Bunyamin bekmi shotlandi. Qayg'u hasratlarini unutib, qayta ruhlandi. U akisi Yusuf alayhissalomning shafqatli huzurida g'am qayg'usiz yashadi. Bir necha kundan keyin ular to'g'alarini jabdib qaytishga hozirlandi. Bu chaqda Yusuf alayhissalom pam ishiltib, akalarini avor qilmoqchi bo'ldi-da, xizmatkorlarga xufiyan holda Bunyaminning yuk taqisi qochilangan qopning ichiga bir oltin jamni selib qo'yishga buyurdi. To'g'alar yo'lga chiqish oldida turadi. Birdilla birovning: "Oy karvonlar, to'xtanglar. Yuk taqinglarni tushiringlar. Sizlar o'g'ri ekansizlar", deb vaqirgan ovoz anglab qoldi. Ular hong-tong bo'lishib, to'g'ilgan kishining oldiga kelib: "Nima qalaymiqa vaqiraysan? Bir narsanglar yo'qolib ketibdimi?" deb so'radi. "Podshohning bir oltin jami yo'qolib ketibdi", dedi to'g'ilg'uchi. "Sizlar o'g'irlab oldinglarmi qandoq? Agar shunday qilgan bo'lsanglar, niyatinglarni yeninglar. Qo'rqmanglar. Kimki oltin jamni topshirib bersa, shuningga bir to'ga mol beriladi. Buningga men kepil, gapim gap." Yusuf alayhissalomning oqilri: "Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz", dedi. Sura Yusuf 73-oyat. "Biz sizlarga hargiz tuhmat qilmaymiz, ziyonkashlik qilmaymiz", dedi to'g'lig'uchi. "Lekin oltin jam sizlarning yuk taqinglarning ichidan tepilib qolsa, qani aytinglar qanday qilasizlar? Bizning o'zimizga xos qonunimiz, dinimiz bor. Bizdimi vijdon, ahdi bor", deyishdi ular. "Sizlar oltin jamni kimning yuk taqisi ichidan tepib olsanglar, shuni tutib qilib qul qilinglar. Mana bu bizning qonunimiz va ahdimiz.
Biz o'zimizning gunohsiz, pok ekanligimizni aniq bilamiz. Yusuf alayhissalom bundaq ahd va fikrdan nihoyat mamnun bo'ldi. Chunki Misrning ayni chog'dagi davlat qonuni bo'yicha o'g'irlik qilganlarni tutishqimi, jazolashqimi bo'lmaydi. Bu haqiqatan Allohning uning orzusini amalga oshirishiga yordam berayotganligi edi. Ularning yuk taqalari bir-birlab tekshirildi. Oltin jam Bunyaminning yuk taqalaridan tepildi. Aqtirg'uvchilar oltin jamni elib ularga ko'rsatdi. Ular chiroylari o'ngib hayron va xijil bo'lishgan holda boshlarini tuvan silishdi. Yusuf alayhissalom ularga: "Sizlar oldin va'da bergan edinglar. Men va'da bo'yicha ish qilaman. Oltin jam tiqilgan yuk taqining egisi qilib qolsin. Biz uni o'z nizomimiz bo'yicha bir taraf qilamiz", dedi. Bosh vazir janoblari deyishdi ular. Onun 80 yoshga ulaşgan dadisi bor. Dadimiz uningdan ayrilanmaydi. Biz dadimizga uni qo'g'dash, omon eson elib qaytish to'g'risida qasam bergan edik. O'ni aylan oldingizda turibdimiz. Uning o'rniga bizning birimizni elib qiling. Biz sizni haqiqatan yaxshilik qiluvchilarni hisoblaymiz, dedi. Sura Yusuf 78-oyat. Yusuf: "Alloh saqlasin, narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni ep qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz", dedi. Sura Yusuf 79-oyat. Ular o'zlarining talab va takliflarini bosh vazirning qabul qilmaganligini ko'rib, bir chetga yig'ilib maslahatlashga boshladi. Yahuda mundaq dedi: "Ajaba, sizlar dadimizning Allohning nomida biz bilan ahd tuzganligini esinglardan chiqarib qo'ydinglarmi? Hala bugungi kunda biz mushu pit qaytib ketsak, uningga nima deb javob beramiz? Inimizni yo'qotib qo'yib, va'daga xiloflik qildik deb aytaolaymizmi?" Yusufning dard firog'ida yuragi zedi bo'lib, ko'zidan yosh qurmayotgan dadimizga yana ikkinchilab bu ruhiy azobni yuklashga bo'lmaydi. Biz bir qatim jinoyat o'tkazdik. Qandoqmi ikkinchi qatim jinoyat o'tkazishga bo'lsin? Otam menga ruxsat qilmag'icha yoki Alloh taolo men uchun hukm chiqarmag'icha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh taolo eng odil hukm chiqarg'uvchidir. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki: "Ey otamiz, sening o'g'ling rostilla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Biz nurg'un shahardan va biz bilan birga mangan karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost." Sura Yusuf 80-82-oyat. 9 okuku cho'ng akisi Yahudani qoldirib qo'yib qaytishdi. Yaqub alayhissalom qaytib kelgan o'g'illari ichida Bunyaminning yo'qligini ko'rib, go'yo yuragining bir parchasi kesib etilgandek ansizlik va beoromlik ichida qoldi-da, g'azablangan holda: "Sizlar Bunyaminga yana nima yomonlik qildinglar? Menga bergan qasminglarga endi nima deysizlar?" dedi. 9 okuku bo'lgan ahvolni bir-birlab bayon qildi. Yaqub alayhissalom aytdi: "Undaq emas. Nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamli qilib berishni Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir." Sura Yusuf 83-oyat. Jam bo'lish. Yaqub alayhissalom kechalari cheksiz g'am qayg'u ilkida uxlayolmaydi. Mundaq ikki ahvoldan boshqa chaqda uning ko'ngli beorom o'tadi. Biri Allohga ibodat va istiqomat qilgan chaq edi. Bundaq chaqlarda u Allohdan bishorat elib, sabr qiladi va o'z e'tiqodini oshiradi. Yana biri ikki o'g'lining ilgirki ishlarini eslagan chaq edi. Bundaq chaqlarda u ko'z yosh qilib yig'lash orqali ko'ngil azobini yengillatadi. Qisqasi, u ibodat qilishdan va aslashdan tasalli ham ishonch topadi. Uning ko'z yoshi bekor oqmadi. Alloh taolo uning azobini tushunadi. Yaqub alayhissalom zar-zar yig'lab yuradi. Chiroyi sulg'aygan edi. Teni zaiflashib, o'rg'lab tayoq taklib bo'lib qoldi. Bir kuni u namoz qutdandan yenib uyga kirdi-da, ko'zini yoshlab hasratlangan holda: "Ah, bechora Yusufim", deginicha un silib yig'lab, jenidan judo bo'g'is keldi. Bir o'g'li dadisining bu qadar azoblanganligini ko'rib,
intayin bearam bo'ldi-da, darhol qolgan qarindoshlarini chaqirib, ularga dadasining bu ichinishli holini ko'rsatdi. Ulardan biri mundaq dedi: "Ey dada, siz ulug' elchi, oliyjanob payg'ambar, Alloh taolo sizga madad beg'ishlagan, biz sizdan ilhom va ishonch olgan. O'zingizni parakanda qilib, salomatligingizga ziyon yetkazmang. Buncha vala qayg'urib ketishning nima hojati? Ko'p yig'lab, ko'zingizni oqtorab ko'rmas bo'lib qoldi. Ziyoda hasrat nadomat teningizni o'rxiltib o'tibdi. Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, halok bo'lishga tas qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding" dedi. Sura Yusuf 85-oyat. "Sizlarning bundoq bo'lmag'ur qiliqinglar meni texmi bearam qilyapti", dedi Yaqub alayhissalom ularga. "Dard alamlarimni qo'zg'adi. Yusufni ko'rmagicha mening ko'z yoshlarim qurimaydi. Sizlar uni bo'ri yeb ketdi. O'ldi dedinglar. Men uning dunyoda hayot ekanligiga ishonaman. Alloh taolo tarafdan ham qalbimning cho'nqir yeridan shundoq sezdim. Uning qaysi jirosaylarda chepib yurganligi yoki qaysi yo'llarda ketayotganligi texi menga ma'lum emas. Odatdan tashqari azoblanayotganligimning sababi mushu. Agar sizlar meni azob va dil xastaligidan qutuldirayli desanglar, taraf-tarafga berib, Yusufning va uning enasining izderikini elib beqinglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Shubhisizki, faqat kofir qavmlar Allohning rahmatidan umidsizlanadi." Sura Yusuf 87-oyat. Ular dadasining bu gaplariga chin dilidan qo'shildi. Chunki ular enisi Yusuf alayhissalomni cho'lga ilib borgan, ondan uni quduqqa tashlab o'tgan edi. Balkim quduqdan chiqarib ilingandir. Ammo u qayerda? Ular uning izderigini elishga amalsiz edi. Lekin Bunyaminning ahvoli ularga aniq edi. Shunga ular yanada Misrning bosh vazirining oldiga berib yolvorib, balkim Bunyaminni yondirib kelishimiz mumkin. Mushunda qilsak, dadimizning azobi yengillab, ko'ngli orom tepib qolar deb o'ylashdi. Ular daki-duki ichida Misrga berib, bosh vazir bilan ko'rishdi-da, bosh vazirga tiz bukib yolvorishga boshladi. "Bosh vazir janoblari", dedi ular. "Falak bizni yana janobingizning huzuriga elib kelib, oyog'ingizga itoatmanlik bilan turishga majbur qildi. Tabiatdanmi kutilmagan hodisa insonlardanmi ushtumtut peshkanlik bo'lib turdi. Usulimiz yaxshi bo'lmaganligi uchun huzurlarga hech qancha bir nima elib kelolmadik. Agar janobingizga to'g'ri kelsa, bizga ochliq bersangiz ekan. Navoda bizga shafqat qilishni ravo ko'rsangiz, inimizni qo'yib bersangiz ekan. Mushundaq bo'lganida dadimizning ko'z yishini to'xtatib, azobini yengillatgan bo'lardik." Alloh taolo Yusuf alayhissalom bilan Yaqub alayhissalom to'g'risidagi voqeani taqdirga ishonish, azob kulfatga bardoshlik berishning oliy ulgusi qildi. Yusuf alayhissalom oqillarga o'zini oshkorladi va ularning o'ziga ziyonkashlik qilgan xatoliklarni kechirdi. Shunga u o'z haqidagi voqeaga mardonalik va keng qo'soqlik bilan yangi sahifa qo'shdi. Yusuf alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar yosh vaqtinglarda Yusufga va uning inisiga yomonlik qilgan edinglar. Ajaba, u yodinglardan chiqib ketdimi? Sizlar Yusufni quduqqa tashlab o'tdinglar. Uning inisiga xilma-xil hiyla-mikr ishlatdinglar. Ajaba buni esinglarga ololmayotamisizlar? Oranglardan biri Yusufni qattiq tortqishlab, ko'nglikini soldirgan chog'da, hech qaysinglar qilchimi ich og'ritmasdan uni quduqqa tashlab, peshonasiga putilganini ko'rsin dedinglar." Bosh vazirning bu gaplari ularga: "Bu ishlarni u qandoq bilgandi? Uningga kim aytgandi? Bunyamin aytganmidi? Bu ishlarni Bunyamin qandoq bilgan bo'g'aydi?" degan gumonni paydo qildi. Ular mushundaq faraz qilganicha bosh vazirga sinchilab sapsilib chiqib, oxirda bosh vazirning chiroyidan Yusuf alayhissalomga o'xshaydigan alomatlarni sezdi. Orqadan ularning biri: "Siz Yusuf ekansiz-da", dedi. Yusuf alayhissalom Bunyaminni ko'rsatib turib tezda javob berdi: "Men Yusuf, bu bo'lsa mening inim. Alloh taolo bizga marhamat qildi. Kimki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, bilsinki, Alloh taolo yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi", dedi. Sura Yusuf 90-oyat.
Yusuf alayhissalomning okalari o'pkida qizirib, nima qilarini bilolmay, tili kalvolishib qoldi. Ular xijillikda yerdan o'zlarini yutib etishni yoki osmondan tosh yog'dirib o'zlarini yanchib etishni umid qilishadi. Lekin Yusuf alayhissalom kam qo'saq bo'lg'achqa, ularni uzoqqa cho'chitib tashvishga solmadi. Ularning qilmishlariga chora ko'rishni ravo ko'rmadi. Yana kelib ular uning okalari edi. O'tganda uni o'ltirishni qasdlagan, uning enisini xorlagan bo'lsa-mu, ular yanada bir oilaning, bir otaning bolalari edi. Bugun sizlar ayblanishga uchirmaysizlar. Alloh taolo sizlarni kechirsin. Alloh taolo marhamatliklarning eng marhamatligidir. Sura Yusuf 92-oyat. Biz hammaylar dadimizning qishig'iga ketaylik. U ko'pdan buyon kulfat tortdi. Tog'i toshlarga chidashlik berolmaydigan azob kulfatga chidashlik berdi. Alloh taolo uni eng oq ko'ngil, pok payg'ambarlar qatoriga qo'ydi. Alloh taolo uni qadrlab, uningga alohida jannat tayyorlab qo'ydi. Sabr toqatli sinoqlarga bardosh bera oladigan va Allohga qat'iy ishonadigan bandalarga ilhom berish uchun bu dunyodami Alloh taolo uningga tegishli iltifot qiladi. Bir kuni Yaqub alayhissalom ibodat qiladigan joyga kelib, Allohga ibodat qilib o'tib, o'ksib yig'lab ketdi. Ondan birdilla jimib ko'z yeshini to'xtatdi. Bir xil tuyg'u uning qalbini egildi. Bu nima ish? Shu topda uning qalbi ilgirki Yusuf alayhissalom qishida turgandek o'zirilib ketyotdi. Men cho'qim Yusufning idini ilyapman. Sura Yusuf 94-oyatning bir qismi. U ixtiyorsiz to'lavatdi. Uning puraq sezimi joyida edi. O chaqda karvonlar Yusuf alayhissalomning ko'ngligini ilib Misrdan yo'lga chiqqan edi. Yusuf alayhissalomning ko'ngligini ilib kelayotgan xush xabar Yaqub alayhissalomning teniga kuch, ko'zlariga nur beryotdi. Karvonlar yetib kelib xush xabar yetkazdi. Yusuf alayhissalomning ko'ngligini Yaqub alayhissalomning ko'zlariga surtganida ko'zining ko'rish quvvati asliga keldi. As-hushimi yaxshilandi. Bolalari bo'lgan ahvolning aynini dadisiga bayon qildi va uningdan afv so'radi. Qilgan ishlaringlarga amalim yo'q, dedi Yaqub alayhissalom o'g'illariga. Allohning sizlarga beradigan jazosini to'siyolmayman. Biroq men Allohdan sizlarga mag'firat tilayman. Uning karimi kengdir. Ot uloqni jabdib chaqqan tayyorlaninglar. Biz Misrning bosh vaziri huzuriga boraylik. Yusuf alayhissalom dadisi bilan ko'rishdi. 11 akufki qayrindosh dadisining atrofiga to'plandi. Ular hurmat bilan bosh egib yukindi. Yusuf alayhissalom ikki qo'lini egiz ko'tarib, Allohning bu iltifotiga tashakkur etdi va mundaq dedi: "Ey Rabbim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquvchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimchi qabz ruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin", dedi. Sura Yusuf 101-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.